Class Arion 630 da orqa naviska enchalari ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu kichkina ko'rinishda, bu 2015-yilgacha ishlab chiqarilgan Arionlarga qo'yiladi. Ikkinchisi esa 2015-yilda yuqoriga qo'yiladigan enchalar. Bularni ketib qolish, tez ketish sabablarini hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Birinchisi traktor quvvatiga mos kelmaydigan agregatlardan foydalanish. Ya'ni plug, selka, kultivator va hokazolar. Ikkinchisi gidravlika bosimini noto'g'ri sozlanishi, ya'ni panellarda noto'g'ri foydalanish. Ko'tarib tushirishlarda ham eng oxirga qo'yib qo'yishlar bu noto'g'ri sabablarga olib keladi. Uchinchi sabablardan noto'g'ri gidravlika moylaridan foydalanish, ya'ni tavsiya etilgan moylardan foydalanish kerak hamda vaqtida almashtirish kerak. Surogidan o'tgan moylar ham enchani ishdan chiqishga olib keladi. To'rtinchi sabablar vtulkalardan noto'g'ri foydalanish, ya'ni lyuft bilan haydash, bu ham enchalarni ishdan chiqishga olib keladi. Beshinchi sabablarga agregatni noto'g'ri taqsimlash evaziga, ya'ni bir tomoni uzun, bir tomoni kalta qilib, ligrovkalarimizni to'g'ri qo'ya olmasligimizdan ham enchalarga nagruzka tushadi. Va oltinchi sabablarga bunga juda e'tibor qaratishimiz kerak. Yurganimizda texnikada noto'g'ri yurish, ya'ni agregatimizni ko'tarilgan holatda tez haydash yoki silkitib haydash ham ushbu enchalarimizga qattiq zarar yetkazadi. Shu sababli enchalar tezda ishdan chiqadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Arion 630 borlarga yuborib qo'yamiz. Bitta yurakchani qizartirib qo'yishni esdan chiqarmaysiz albatta. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Qiziqlar hali oldinda turibdi. Agro ishonch albatta sizni eng ishonchli tanlovlaringizdan biri.